O'lkamizga kuz fasli kirib keldi. Bu degani kasalliklar avj olish fasli kirib keldi. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Havo o'zgardi, havo salqinlashdi. Bolalar maktabga ketishdi. Albatta kasallik ko'payadi. Ya'ni kontagiozning kasalliklar ko'payadi bundan buyog'iga. Shunaqa holat bo'ldi. 1-2 kun oldin menga bir oyijon telefon qilyaptilar. Buvisi bolachani Nigor opa, biz sizni telefoningizni oluvdik, pediatr ekansiz. Ha, men pediatrman. Biz ertaga ko'rigingizga boramiz dedilar. Xo'p. 2 soatlardan keyin bu bolaning onasi telefon qilyaptilar menga. Oyimlar gaplashgan ekanlar, shunaqa men aytdim, ha, ertaga kelishinglar kerak desam, yo'q, xo'jayinim yo'lga ketganlar. Qaynatamlar aytyaptilar, xo'jayinim yo'lga ketganlarda bizga ko'chaga chiqmas ekanmiz, onlayn maslahat iloji bo'lsa bersangiz. Pulingizni to'laymiz, kartangizga pul tashlab yuboramiz deyaptilar, deb bular. Men aytdim, oyisi dedim, gap pulda emas dedim. Albatta siz qabulga kelsangiz to'lab kirasiz, buni iloji yo'q. Bu siz iloji yo'q. Lekin men sizni bolangizni ko'rmaganman-ku. Agar men ko'rib yurgan bola bo'lganda ham, men 3 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yildan beri kuzatayotgan bolalarim bor. Menda shunaqa bolalar bor. Men ish tajribam boshlagan vaqtda oddiy uchastkovoy vrach bo'lib yurgan paytda bir yigitchani revmatologiya bilan ham shug'ullanaman. Haligi yigitchani davolaganman. U yigit menga hozir o'zlarining bolalarini olib keladilar. Men aytdim, men sizni bolangizni ko'rmaganman. Men uni tasavvurga ega emasman u bola haqida. Yo'q, onlayn maslahat bering, mana ismalayapti. Men aytdim, ismalayotgan bo'lsa dedim, birinchi bo'lib parasetamol svechka yoki analdim svechka qo'ying deb. Javob bo'lsa skoriy chaqiring uyga. Yo'q, qaynatamlar aytyaptilar, skoriyda nomahram odam keladi, mumkin emas deyaptilar. U desam, bu dedilar, bu desam, bu dedilar. Xullas men aytdim, men onlayn maslahat bermayman. Gap tamom, vassalom. Ertasiga telefon qilishyapti. Mana biz olib bordik, bugun больницаga olib bordik. Shu qiyinmidi kecha shunga lecheniya aytvorsangiz, antibiotik aytvorsangiz. Qiyin edi, aytmayman dedim. Iltimos, o'zini hurmat qilgan odamlar onlayn maslahat so'rashdan oldin sal aqlinglarni ishlatinglar. Bola sizlarniki-ku, agar noto'g'ri maslahat berib qo'yilsa, bola og'irlashib qoladi-ku, o'zingizga qiyin bo'ladi-ku. Iltimos, onlayn maslahat bor, menda bor. Lekin ko'rib yurgan, o'zim har tahlillar qilgan, bolaning sog'lig'i haqida 100% menda ma'lumot bo'lsa, shu bolacha masalan viloyatga ketdi. Nigor opa, qizingiz shamollab qoldilar, nima bo'lyapti? Ozgina tomon xirlayapti, yo'tal bor, bunchasi oqyapti. Ha, men kompyuterimga kiraman va ba'zida u bolachani menga kelgan hamma danilari bor, ism familiyasi, oxirgi kelganda nima dorilar ichgani va tahlil natijalari. Men bemalol hozircha viloyatda bo'lsanglar, kelguninglarcha mana dorilarni ichirib turinglar deyishim mumkin. Lekin ko'rmagan bolaga, men umrimda ko'rmagan bolaga onlayn maslahat bermayman. Shuni to'g'ri tushunishinglarni so'rab qolgan bo'lardim.